Aqlni charxlashga va haqiqatlar olamiga kirishga tayyormiz? Qani boshlaymiz bo'lmasa. Feel it coming in the air. Hear the screams from everywhere. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I said that we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Talesning ikkinchi videosiga xush kelibsiz. Bu videosida o'tgan safar Talesning hayoti va shaxsiyati haqida ko'proq o'rgandik. Bu safar Talesning doktrinlari haqida o'rganamiz va bu ikkinchi video bo'ladi. Menimcha uchinchi video bilan tugaydi. Shunday xulosaga boryapmanki, barcha so'zlarni, barcha hamma narsalarni emas, bundan keyingi asarlarda ham muhim deb topgan joylarimni, muhim deb bilgan joylarimni belgilab, o'sha joylarni tarjima qilib, o'sha joylarni sharhlash kerak deb o'ylayapman. Masalan, video uzun bo'lib ketyapti. Misol uchun, ayrim manbalarga ko'ra hech qanday yozma asar qoldirmadi degan ekan Diogenes. Ya'ni bu narsa vaqt oladi. Masalan, bu ma'lumot hech kimga kerak emas deb o'ylayman. Ya'ni hech qanaqa yozma asar qoldirmagan, chunki boshqa videoning boshida aytib ketdim. Bu safargi videoda ham barcha doktrinlarini o'qishga harakat qilaman. Qoldirmasa, keyingi videolardan muhim deb topgan joylarimni o'qib, tahlil qilamiz, tarjima qilamiz deb umid qilaman. Xo'p, boshlaymiz unda bo'lmasam. Tales hamma narsaning yagona unsuri sifatida suvni ilgari surgan. Uning yozma asari bizgacha yetib kelmagan bois bu fikrni yozma manbalarga tayinib asoslash imkoni yo'q. Ammo barcha olimlar bu fikrga ishonch bilan qaraydilar. Ya'ni Talesni bu eski yunonchada arxe deb kelgan, ya'ni hamma narsani boshlang'ich nuqtasi, yagona unsuri arxe deyilgan. Buni ba'zilar hozir hokim paradigmadagilar, ya'ni hamma narsani boshlang'ichi, yagonasi suv degan va yagona unsur suv degan deb tarjima qilishadi. Aslida men bu yerda sal boshqacha qarayman va buni Aristotel ham ta'kidlaydi. Shunaqa narsa bor. Borliqni yaratilishini suvdan deb tushungan bo'lishi mumkin. Chunki juda ko'p mifologiyalarda ham bor. Masalan, Misrda bor. Enush Elam degan Bobilni o'sha afsonalarida ham bor. Hatto Xitoyda shunday tangri bor edi, hozir nomini eslolmayapman. Xitoyda shunday tangri bor edi, u ham suvdan yaratgan hamma narsani. Ya'ni ko'p mifologiyalarda buni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Misrda, Bobilda, adashmasam Hindistonda ham bor edi, Xitoyda ham bor edi va Qur'onda ham bor. Ya'ni biz barcha har bir narsani suvdan yaratdik degan jumla Qur'onda ham bor. Va Tales bu yerda hamma narsani yaratilishini suvdan deb tushungan bo'lishi mumkin. Ya'ni hozirgi o'rgatiladigan, hozirgi darsliklarda o'rgatiladigan narsa hamma narsa suvdan iborat. Yagona o'zgarmas unsur suvdan iborat deb tarjima qilishadi. Buni men o'zgarmas unsur sifatida qabul qilganini o'ylamayman, tushunmayman. Sababi baribir fizik holatda ko'rib mushohada qiladi. Suvni masalan bug'lanayotganini, par bo'lib chiqayotganini, yomg'ir bo'lib tushayotganini, muzlayotganini, eriyotganini, ya'ni o'zgaruvchan sifatlari borligini baribir o'ylagan bo'lish kerak Tales. Ya'ni buni biz Talesni aytarkan ilk fizik dunyo haqida, fizik olam haqida mifologik narsalarni aralashtirmasdan turib fikrlagan inson sifatida qaraymiz. Agar bunday qaraydigan bo'lsak ham, ya'ni hamma narsani o'zgarmas unsuri suv deb bilishi mantiqqa biroz to'g'ri kelmaydi. Xo'p, Aristotelning metafizikidan, biroq bunday ilk manbalarning soni va tabiati haqida hamma bir xil fikrda emas. Ammo Tales uning suv ekanini aytgan. Shu bois yer suv ustida joylashgan deb iddao qilgan. Ya'ni yerni suvning ustida deb iddao qilgan ekan. Xo'p, keyingisi har bir narsaning boshi ham, oxiri ham suv ekanini aytgan. Har narsa suvdan paydo bo'lar ekan, suvning qochishi va yana suyuqlashishi bilan vujudga kelar ekan. Har narsa suv ustida saqlanar ekan. Zilzilalar, kuchli shamollar va osmon jismlari harakati ham suvdan kelib chiqar ekan. Ya'ni bu yerda har bir narsaning boshi ham, oxiri ham suv ekanligini aytadi. Har narsa suvdan paydo bo'lgan. Ya'ni biz har bir narsani suvdan yaratdik
degan Qur'onni qarashi bilan to'g'ri va eee, mifologik boshqa madaniyatlarda ham bunga o'xshagan miflar bor. Hop, keyingisi Eotsdan keladi. Tales va uning izidan borganlar butun borliqni tartibni kosmos bittadir deb aytganlar. Ya'ni agar qarasanglar sahifamda dinlarni o'zi sayyoraliklarga qarashi degan videoyimda aytgan edim. Bu bahs bor. Ya'ni biz borlig'imiz olam, kosmos olam, borliq yagonami yo boshqa olamlar, boshqa borliqlar bormi degan savollar, tortishuvlar bor. Va mana shu joyda Talesning fikri olam kosmos bittadir deb aytgan ekan. Va Batesdan yana fragment keladi. Tales osmon jismlarini bir tarafdan tuproqdan, bir tarafdan yorug'likdan tashkil topgan, ya'ni nurdan tashkil topgan. Bu nur tushunchasi Geraklitga borganimizda juda kuchli ta'kidlangan. Hop, Tales quyosh ham tuproq tabiati deb aytgan. Keyingisi Aristotelda To'tlar ismida ayrimlar yerni suv ustida joylashgan deb hisoblaydilar. Bu fikr barchaga yetib kelgan eng qadimiy bayonotlardan bo'lib, millatlik Tales shunday degan aytilgan. Go'yo yer suv ustida kaltak yoki taxta bo'lagi kabi suzib yuradi. Ya'ni suvda taxta qanday suzib tursa, yer ham shunday suzib yuradi degan ekan. Senekadan unga ko'ra yer shari suv ustida kema kabi turibdi va zilzila degan narsa sodir bo'lgani suvlar harakati tufayli uning silkinishlari kuzatiladi. Shuning uchun buloqlar yoki sochilib chiqqan suyuqliklar hayratlanarli emas. Chunki butun dunyo suv ichidadir. Ya'ni suvlarda to'lqinlar bo'lganida yerda zilzila bo'ladi, chunki yer suvda, suvni ustida suzib yuribdi degan fikrga borgan ekan. Ya'ni tabiatni anglashga, tabiatni tushunishga harakat qilish bor baribir Talesda. Lekin shunaqa narsa bor. Talesni ko'pchilik hozirgi hokim paradigma, ya'ni g'arb sentrik qurilgan bilim kulturida, hokim paradigmada Talesni falsafani boshi, ya'ni falsafani boshlab bergan shaxs sifatida ko'rishadi. Buni o'tgan videoyimda ham ta'kidladim. Lekin Talesni mana hozir suvdan yaratilish haqidagi fikrlari, hozir ruh haqidagi fikrlarni ham o'qiyman. Boshqa madaniyatlar, ya'ni Talesdan eski bo'lgan madaniyatlarda ham bu narsa bor. Masalan, Tales geometriya qiladi, geometriyasini ham o'tamiz. Talesni geometriyasi Misrda bor. Talesni yaratilish haqidagi, metafizika haqidagi, ruhlar haqidagi tushunchalari boshqalarda ham bor. Ya'ni Tales falsafani boshlab berdi deyishimiz uchun hech kim qilmagan narsani qilish kerak. Lekin bunday narsani ko'rmaymiz. Oldin bu fikrlar bor, Talesda ham bor. Bunaqa narsa bor. Bizda ko'pchilik tanqid qiladi, ya'ni ota bobolarimiz bilan faxrlanamiz, g'ururlanamiz deyiladi. To'g'ri, faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Faxrlanish, g'ururlanishdan ko'ra ko'proq o'rganishimiz kerak deb o'ylayman, lekin buni biz qilmaymiz. Buni ustiga bir madaniyat, kultur paradigmasi quriladi va Yevropa, g'arb madaniyati, bilim kulturasi, falsafa tarixi, bilim tarixi paradigmasi aynan Talesdan boshlab, Yunondan boshlab qurilgan. Va bu ularga xuddi o'tgan darsda aytganimdek, xuddi Yevropa aqli bilan ratsional fikrlab o'ylaydigan, lekin sharq esa mistik, qanaqadir afsona ertaklarga ishonadigan diyor sifatida ko'rilgan, kamsitilgan. Shuning uchun Yevropa oliy irq deb hisoblangan va oliy irq bo'lgani uchun boshqa xalqlarni bosib olishga, ularga madaniyat tarqatishga, ularga o'zlarini madaniyatlarini tarqatishga, o'zlarini qarashlarini tarqatishga qilay deb bilishgan. Va buning orqasidan o'sha 18-19-20 asrlarda o'sha imperialistik qarashlar bilan bosqinchiliklar bo'lgan, turli joylarda qatag'onlar bo'lgan. Qatag'onlar bo'layotganda, masalan, Aljerda yo boshqa davlatlarda, Afrikada, Osiyoda qatag'onlar bo'layotganda, bular inson deb qatag'on qilinmagan. Bular yarim inson. Biz oliy irqmiz, biz ustun irqmiz, biz insonmiz, bular yarim inson. Biz bularga madaniyat
va rivojlanish olib kelish uchun bularni o'ldirishga haqlimiz degan tushuncha bor. Va bu tushunchalar ham, bu qarashlar ham bizga bizgacha yetib kelgan va ming afsuski bu tushunchalar, bu qarashlar ong ostida bo'lsa ham, zehnda bo'lsa ham ba'zilarimizda qabul qilinadi. Shuning uchun tarixni o'rganish, tarixdan paradigma tuzish, o'zimizni kultur paradigmamizni, madaniyat va fan paradigmamizni tuzishimiz boshqalar bizga tuzib bergan emas. O'zimiz o'rganib, o'zimiz tuzishimiz juda muhim. Bu sotsiologik jihatdan jamiyatni o'ziga bo'lgan ishonchni orttiradi. Faqat tarix bilan yashab bo'lmaydi. G'arbliklar nima qiladi? Ham tarixini yuksaltiradi. Yo'q ma'nolar, yo'q tushunchalar yuklab bo'lsa ham yuksaltiradi, ham bugunini yuksaltiradi. Bizda tariximizni yuksaltirish bor, lekin bugunimizni yuksaltirish yo'q. Va ba'zilar aytadiki, tarixni yuksaltirma deydi. Tarixni yuksaltirish bu zarur. Senga madaniyat beradi, senga sotsiologik jihatdan xalqqa, jamiyatga ishonch beradi va bu senga fundament asosi bo'ladi. Shuning uchun biz kultur paradigmasini tushunishimiz shart deb bilaman. Xo'p, davom etamiz. Tales Misrda teskari yo'nalishda esadigan yoki har yili shamollaydigan Etisi shamollari Nil daryosini dengizga quyilgan nuqtada qarshi yo'nalishda esishi natijasida uning suvning orqaga surib toshqinlarga sabab bo'ladi deb aytgan. Ya'ni Etisi degan shamol bor ekan va Nilda har yili shamol bo'lganida suvni orqaga suradi va daryoda toshqinlar bo'ladi. Ya'ni Misrda shunaqa tushuncha bo'lgan. Bu xudolar qiladi bu Nildagi toshqinlarni, daryo toshishini. Buni fizik jihatdan mif yuklamasdan turib fizik jihatdan tushuntirishga harakat qilgan ekan. Xo'p, Tales har bir narsani ilohiy kuchlar bilan to'la deb hisoblagan. Bu narsa hozir rivoyat qilinishicha Tales ham ruh harakat beruvchi narsa deb hisoblagan. Agar u tosh magnit temirni harakatga keltiradi degan bo'lsa, demak u toshda ham ruh bor deb atagan. Aristotel va Hippining aytishicha, u magnit va yantarni misol keltirib, jonsiz narsalarga ham ruh nisbat bergan. Bu ya'ni shunaqa deyilyapti, bu to'g'ri tarjimasida aytilayotgan narsa. Tales hamma narsada, jonli va jonsiz narsalarda ham ruh bor degan va buni isbotlash uchun magnitni qo'yib, temirni magnitga torttirgan. Bu yerda hozir biz zamonaviy tushuncha bilan ular bilmagan ekanda magnitning funksiyasini, xususiyatini deb tushunishimiz mumkin, lekin buni chuqurroq boradigan bo'lsak, bu tortishuvlar bor. Ya'ni bizda jonsiz narsalar bilan jonli narsalarni o'rtasidagi o'tish nuqtasi, ya'ni qaysi nuqtadan boshlab jonlini jonsizdan ayiramiz, nima bilan ayiramiz deganda hali ham tortishuvlar bor. Hali ham biz bu aniq qarorga, aniq ishonchga bormaganmiz va bu yerda aytayotgan narsasida shunaqa narsa bor. Agar masalan toshlarni yoki daraxtlarni, o'tlarni, boshqa biz jonsiz deb biladigan narsalarni, masalan magnitni aytyapti bu yerda, jonsiz deb oladigan narsalarni ham hisobga oladigan bo'lsak, har bir narsada, masalan toshda ham atom bor, proton, neytron, elektronlariga tushadigan bo'lsak, masalan jonsiz narsa, jonli narsa nima deganda harakatlanuvchi narsa deb agar harakat nisbatidan qaraydigan bo'lsak, masalan toshda ham atomlari bor. Ular harakatlanadi, proton, neytronlari, elektronlar harakatlanadi va agar bu mikro anaqaga tushganimizda bu harakatni ko'ramiz. Har bir narsa toshlarda ham, o'tlarda ham, daraxtlarda ham ko'ramiz va shu yerda furmonda ajoyib narsa bor. Barcha narsalar, shu o't o'lan toshlar va barcha narsalar Allohga zikr aytadi degan joylari bor va bu ruh masalasi bu yerda ruh deb tarjima qilindi. Yunonchada daimon kalimasi keladi. Bu yerdagi daimon kalimasini shunaqa tushunish mumkin. Aristotelda ham daimon kalimasi keladi. Ya'ni daimon deganda u Aristotel emas, Sokrates. Sokrates daimon deganda nimani nazarda tutadi? Menga shunday ichimda shunday ovoz bor. Meni yomonliklardan to'xtatadi, ammo yaxshiliklar nasihat qilmaydi. Ya'ni undagi daimon
qandaydir farishtaga o'xshagan narsa Sokratesdagi. Uni yo'q, ichki vijdoni deyiladi, lekin bu yerda ham aynan o'sha daiming keladi. Sokratesning ichki vijdoniga nisbat berilgan u ruh mahz deyiladi ba'zi empirik sekulyar qarashdagi insonlar shunaqa nisbat berishadi, lekin daiming kalimasini, ya'ni bu yerda har bir narsada ilohiy kuchlar bilan to'la degan narsada ham va ruh degan narsada ham aynan ikkalasida ham daiming kalimasi kelishi qandaydir ilohiy narsaga, ruhga o'xshagan narsaga nisbat berilayotganini tushunishingiz mumkin. Bu safargi video sal qisqacha bo'lyapti. Keyingi safar Xudo xolasa talesni tugatamiz va niyatim muqaddimani ham aynan o'qib, uni tarjimasi bor, tarjimasini ko'rib chiqamiz, chunki tarjimalarni tanqid qilganlar bor. Tushunarsiz va ko'p joylar tashabbus etilgandir. Agar tanqid qilinadigan va tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, boshqa tillardan tarjima qilib, muqaddimani ham xuddi shunday o'qib, xuddi shunday sharhlab boraman degan niyatim bor. Sababi muqaddima ajiotaj bo'ldi. Ko'pchilik kitobini oldi, ko'pchilik o'qidi va ko'pchilik bilan gaplashganim tushunmadim, zerikarli ekan degan gaplar bo'lyapti. Lekin muqaddima dunyoqarashni shakllantirishda, insonlarni va insonni tushunishda, davlatlarni, siyosatni, jamiyatni tushunishda juda muhim asar deb o'ylayman. Shuning uchun uni o'qib mana shunday sharhlab boraman degan niyat bor. Talesdan keyin, Talesning 3-videosidan keyin yo bu videodan keyin muqaddimani ham Xudo xolasa boshlaymiz. O'ylaymanki, sizlarga manfaatli video bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.